Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa qo'yxonalarning yangicha variantlarini tayyorlab, sizlarga, xalqimizga e'tiboriga murojaat qilyapmiz. Xudo xolasa mana chiroyli qilib rivojdan tanishtirib o'tamiz. Mana yashil qo'yxonalarimizni ko'rsating aka. Chiroyli qilib mana yashil qo'yxonalarimizni mana ko'rsatib o'taylik. Yangiliklarni zo'rini qilib qo'yganmiz aka mana. Bemalol yuvib olib, oxirlarini mana bitta bunday qilib taklab olib qo'yishsa mana juda chiroyli holatda bo'ladi. Paqirlarni qo'yib qo'yib turib, paqirlarni qarang, mana unisini bunday qilib yig'ishtirib olib qo'ysangizdan joylar taklanadi. Xullas yig'ishtirib taklanadi, oyoqlarigacha yig'ishtirib taklanib, xudo xolasa bir chekkaga 30 sm joyga taklab qo'ysangiz bo'ladi. Hech qiyinchilik holatda emas aka. Mana xudo xolasa buni ayol kishi ham qaraveradi aka. Xudo xolasa mana chiroyli qilib mana paqirlarini bonus qilib beramiz aka, xudo xolasa. Bunimiz 2 xonali alohida har bir xonasini 1.400.000 so'mdan naqd chiqarganmiz. 2.800.000 so'm qilib beramiz mana shu holatda aka. 2.800.000 so'mdan aka. Bo'ldi. Keyingi bunisi aka, bunisi bo'yi bundan jicha pastroqli uchun 2.600.000 naqd chiqarib berganmiz. Bunisi ham xuddi shunaqa oxirlari olinib, yuvilib, taklanib, bunisi ham taklanib, tevaga qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi. Oxirlari yo'q, zavodsiz yo'q. Paqirlari bonus, xudo xolasa yig'ishtirib taklanadi, bir chekkaga joy bo'lib ketadi, xudo xolasa aka. Keyingilari qanaqa? Keyingilarimiz aka, xudo xolasa mana yig'ishtirib taklanadi. Bularimizdan 2 xonali varianti aka. Bunisi yig'ishtirib taklanmaydigan 2 xonali varianti. Bunimizning narxi aka 2,5 million so'm baho aytyapmiz aka, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Bunisining narxini 2 million baho aytyapmiz, xudo xolasa. 2 million so'mga qilib beryapsiz. Qilib beramiz. Faqat farqi buni yig'ishtirib taklanmaydi, bunisi yig'ishtirib taklanadi. Yig'ishtirib sochiladi. Xudo xolasa. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin aka. Aka mana katta variantlari. Katta variantlarni ko'ramiz. Menga ko'pgina qo'yib boqaman degan akalarimizga mana 5 xonali variant 1, 2, 3, 4, 5 aka. Xudo xolasa bularimizni kattalashgan sari narxi desa tushadi. Har bir xonasini 1.100.000 so'mdan 5,5 million so'mga mana shu holatda tayyorlab beramiz aka. 5,5 million so'mga 5 xonali. 5 xonasi. Yig'ishtirib taklanadi bularimizdan. Aka mana 4 xonalisi aka. Xudo xolasa bunisi ham yig'ishtirib taklanadi. Bunimizni bahosi xudo xolasa 4.800.000 so'mdan qilib qo'ydik. Kattalashgan sari narx tushadi, kichiklashgan sari desa narx oshishi mumkin. Joningiz sog' bo'lsin. Aka mana yana boshqacha miyabishli variantlari bor mana aka. Uyda ayollarimizdan qiynalmaydigan, xudo xolasa yig'ishtirib taklanadi. Baquvvatidan. Bularimiz narxini aka 5 xonali 7 million so'm baho aytyapmiz. 7 million so'mga qilib beryapmiz. Qilib beramiz, tayyorlab beramiz aka, xudo xolasa aka. Mana ularni. Bularimiz 1, 2, 3. 3 xonali varianti, yuqorida ko'rib o'tganimizdek 2 xonali, 3 xonali, 4 xonali variantlar. Mana shu 3 xonali variant. Hozir rishotkalarni olib qo'yganmiz aka. Rishotkalarni mana ko'rsatib o'ting. Alohida chiqadi mana aka. Xudo xolasa razborka bo'ladi aka. Bunimizning narxini 3.600.000 so'm qilib qo'yganmiz aka. 3 xonali variant. 3 xonali variant. Bunisi o'sha 2 xonali varianti aka. Yonida yerda boqaman degan akalarimizga yerda boqsa ham bo'ladigan variant, xudo xolasa. Yer qo'yxona. Ya men yerda boqaman, u qo'ylar cho'chiydigan har xil odamlar bor, o'shalarimizga yer qo'yxonamiz mana. Alohida bu ham yig'ishtirib taklanadi. Bunimizning bahosi 1.700.000 so'm qilib qo'yganmiz. 1.700.000 so'mga qilib beryapsiz aka. Aka bu yoqdagilarni ham ko'rsatib o'ting. Aka mana bu yoqda eng qizig'i mana shu yerda aytib beraylik obunachilarimizga aka, Luks chorva obunachilariga $100 qo'yxona qilib beramiz. Faqat farqi aka. Dastavkasi uni mana shu ishxonani o'zidan olib kelib, mana shu yerda ko'pchilik so'rayapti, dastavkasi ichida deyishyapti. Faqat buni dastavkasi ichida emas aka. Dastavkasiga qo'shilib boradi. Ishxonadan kelib bemalol olib ketsa bo'ladi. 1.200.000 so'mdan $100. Laboga sig'adimi aka? Laboga bemalol joy bo'ladi. Shuni dastavkasi ichida ichida emas, alohida bo'ladi aka. Bo'ldi. Qolgan qo'yxonalarimiz hammasining dastavkasi ichida bo'ladi. Mana mashalloh aka, sog' bo'lsin. Aka bu yig'ishtirib taklanadigan variantni ena bola qo'yiladi, tashab qo'ysa, yosh oilalar, yangi chekka chiqqan oilalar, ena bola qo'yiladi, tashab qo'yib, boqib, Hasan bolasi bo'lsa, voqea bemalol boqadigan xona. Ehsonga boqaman deganlarga, Ehsonga boqaman deganlarga ham bo'laveradi. Bularimizning bahosi aka 2.100.000 so'mdan qilib beryapmiz aka. 2.100.000 so'mdan taklanadigan. Taklanadigan, yig'ishtirib taklanadigan variant. Katta variant qanaqa aka? Boshqacha varianti bor, mana katta.
Niyabichniy varianti, o'ta niyabichniy. Eniga 180 bo'ladi. Aha. Uzunligi 4 metr bo'ladi aka. Uzunasiga 4 metr. Uzunasiga 4 metr bo'ladi. Faqirlarni bonus qilib beramiz akalarga, xudo xolasa. Bunimizni narxi Aha. 5 million 500 ming so'mga mana shu holatda tayyorlab 5 beramiz. million 500 ming so'mga tayyorlab beramiz. Tom bo'ladi deysiz. Menga tomli kerak deysiz, tom qo'yib beramiz. Uning ustiga 1 million so'm qo'shilib bo'ladi. Tomli desa tomon qilib beramiz. Tom desa hozir naryoqda tomlilari bor, tomlilarni ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana ularni qaranglar. Bularimiz aka 3,5 ga 1,5 razmerda. Aha. 3 ta vaqtda 3 ta vaqtda 8 tagacha qo'y sig'adi. 8 tagacha boqsa bo'laveradi. 8 tagacha qo'ydi boqsa bo'ladi. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsa 4 million 300 ming so'm baho aytyapmiz. Xudo xolasa yig'ishtirib taklanadi. Dastavkasi ichida vodiy bo'ylab. O, vodiy bo'ylab, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Mana ularni kengilari qanaqa ekan? Aka bunisi 3 metrga 1,5 metr. Bunimizni bahosi 4 million so'm chiqyapti aka. Buni ham dastavkasi ichida vodiy bo'ylab aka. Faqirlarni bonus qilib beramiz aka. Xudo xolasa. Nechta qo'y sig'adi dedingiz? Bunga aka nari 3,5 metrlikka 8 tagacha qo'y sig'sa, bunga 6 tagacha qo'y sig'averadi. 6 tagacha qo'y ketaveradi, 3 metrligiga. Xudo xolasa, ha. Bular qanaqa ekan? Niyabichniy variant. Bularimiz o'ta niyabichniy. Ikkitadan boqamiz, alohida qo'chqorlar qurbonlikqa boqamiz degan akalarimizga, hoji akalarimizga alohida varianti. Bularimizni narxi 4 million 600 ming so'm chiqyapti. Jub boqavergan. Jub boqaveradi. Xolasa ena bolani ikkitadan tashab qo'ysa ham bo'laveradi. Ena bola boqqani ham zo'r. Ena bola boqqan. Mana aka, bular qanaqadan? Ko'rsa yuqorida ko'rsatgan 180 ligimizni tomli varianti, tomli so'rasa mana aka. Falgalarigacha qo'yib qo'yilgan. Falgalarigacha qo'yilgan, yozda issiqdan saqlaydi, qishda sovuqdan, xudo xolasa. Sovuqdan saqlaydi. Uzunligi 4 metrga, kameraga ham sig'mayapti. 4 metrga 180 bo'ladi. 4 metrga 180 ha endi. Tomsiz holatda yuqorida aytdik 5,5 million so'm. Tomsiz holatda 5,5 million so'm. Tomli bo'lsa 6,5 million so'mga tayyorlab beramiz. 6,5 million so'mga tayyorlab beraverasiz aka. Ashatida ham e'tibor berilsin, obunachilarimiz, muxlislarimiz ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Bittasini razmer nimasi tomli varianti 5,5 million so'm, bittasini tomsizi 5,5 million so'm deyishyapti. Faqat mana shu gaplarga e'tibor beringlar aka. Buni razmeri eni kattaroq. Ashatiga e'tibor berasizlar, eni 180 bo'ladi. U aytayotgan qo'yxonamizni eni 150 bo'ladi. Eni kichikligini hisobiga tomli bo'lsa ham 5,5 millionga chiqaveradi. Xuddi shunday aka. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p aka, mana 5 xonaligimizni tomli varianti aka. 5 xonaligimiz tomli varianti yig'ishtirib taklanadi. Bular ham dahshat. Xo'p, bularimizni aka, xudo xolasa har bittasini e'tibor bilan, mehr bilan tayyorlangan aka. Mashinamizni 6,5 million so'm qilib beramiz. 6,5 million so'mga chiqarib beryapsizlar. Dastavkasi ichida, dastavkasi ichida chiqarib beryapmiz, xudo xolasa. Katta sifatli ekan, mana kujoylar har bir detali. Xudo xolasa har bir detaliga e'tibor beramiz aka. Bularimiz aka 4 metrga 1,5 metrli, 4 metrga 1,5 metrli. 10 tagacha qo'y sig'averadi. 10 tagacha qo'y sig'averadi. Akalarimiz, hoji akalar salqin navislar tagiga qo'yib qo'yib, bemalol boqishaveradi. Xudo xolasa bularimizni narxini 4 million 600 ming so'm baho aytyapti. 4 million 600 ming. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Bunimiz ham mana o'sha bu ham 4 metr. 4 metrga 1,5 metrli varianti. Yuqorida ko'rsatganimizdek mana aka 4 xonali varianti. Bu yoqda mana aka 2,5 metrli variantlarimiz bor, xudo xolasa. 2,5 metrli variant ham qaranglar. 2,5 metrga 1,5 metr bo'ladi. Hop. ikkita bog'da 4 ta qo'y boqsa bo'laveradi. O'rtasida perigarukasini olib qo'ysa, 5 ta ham solib qo'ysa bo'laveradi. Hali urushmaydi degan holatda. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsa 3 million 500 ming so'm baho aytyapti. 3 million 500 ming so'm. Hammasi dastavkasi keyin taklanishlari qanaqa bo'ladi? Taklanishlar hammasi taklanadi, yig'ishtirib taklanadi. Mana yaqinroq olib kelsangiz, mana har bitta gayka boltlari bor. Mana bitta mana shu gayka boltlarni yig'ilishtirib sachiladi. Pol taxtalari sasna 3 ga 9 sasnadan ishlatamiz. Xudo xolasa xijolat qilib qo'ymaydi, xudo xolasa. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Dastavkasi vodiy ichida bepul. Vodiy ichiga bepul aka. Bularimiz qanaqa variant? Bunimiz aka yuqorida ko'rsatganimizdek 3 metrli varianti. 3 metrli variantlar. 3 metrga 1,5 metr bo'ladi. O'sha aytganimizdek 4 million so'mga chiqyapti mana shu. Bularning hammasi o'sha bitta laboda ketaveradimi, vodiy ichida? Bitta laboda vodiy ichida ketaveradi. Vodiy ichida ketaveradi. Bitta laboda kelsalarni taklif chiroyli qilib yuklab beramiz, xudo xolasa. Oxirlarimiz qanaqa? Pechka qaysini ko'rsatamiz aka? Xo'p, mana bo'lmasa oxirlarimizdan ko'rsataylik aka. Oxirlarimiz mana qo'yiladi, oxirlari mana yerda
suv idishlarni suv qilib idishlar. qo'yganmiz, bejirim qilib, xudo xolasa. Ularimizni har bir metriga 250 ming so'mdan chiqyapti. 250 ming so'mdan mana shu turish hozir necha metrlik? Bu 2 metrlik. 500 ming 500 ming so'mga so'mga chiqadi. tayyorlab beramiz, xudo Bo'ldi, xolasa. aka, Mana shu joningiz holatda. Aha. Xudo xolasa. Mana yerda mana hasharxonalarimiz bor. Mana hasharxonalar bor. Oxirida yangicha vipskalar. O'pshi qo'yib boqaman deganlarga, yaylovlarga qo'yib yuborib boqaman deganlarga mana bu yerda mana shu boshqacha необычный variantlari, xudo xolasa mana preslarni bu yerga tashab qo'yishadi. Mana o'zimiz tashab qo'ydik. Preslar tashab qo'yamiz. Yemlar tagiga solib turib, mana yerga ham e'tibor berib qo'ysin. Mana yerda mana kulishda qatirilar ekanda. Nozik joylarga ham e'tibor berganmiz. Xudo xolasa mana yemlar to'kilib ketmaydi muhimi. Muhimi yemlar to'kilib ketmaydi. Muhimi yig'lar to'kilib bo'ladi. Mana yerda akalar jodilarimiz bor mana. Xudo xolasa jodilarimiz необычный o'ta bir nozik jodilardan bo'ladi. Xudo xolasa hamma yo'qda qo'li quruqni tanlamaydi. Xudo xolasa qo'li quruqni tanlamasdan foydalansa bo'laveradi. Bularimizni ikki xil varianti bor. Katta, kichik variant. Bularimiz hozir kichkina variantda turibdi. 650 ming so'm baho aytyapti. 650 ming so'mdan, ha? Kattalar bor, 750 ming so'm. Qilib beramiz, xudo xolasa. Mana pechkalarimizni ko'rsatyapti. Pechkalarimiz bor, xudo xolasa. Cho'yanli, ichlarini ham juda yaqinroq ko'rsatib, tugunagan ishlari. Pechkalarimiz aka cheklangan miqdorda qoldi. Oz miqdorda qoldi. Ya'ni xudo xolasa 750 ming so'm sotdik. Sizni lyuks chorva klientlari uchun 650 ming so'mdan beramiz, xudo xolasa. Cheklangan holatda qoldi, xudo xolasa. Qo'yinglar shu joyiga. Lak timiqlab qo'yaveringlar. Ana akalar. Akalar mana bu poli baquvvatmi, unaqami, bunaqami deyshadi. Hali yuqorida ko'rsatganimiz 100 dollarlik variant aka. Hozircha bu pol qatirilgani yo'q, pol qatirib beriladi. Qo'yib ketilgan. Materiallarni ko'rsatib o'tirasiz, xudo xolasa bemalol, bexijolat. Bularimiz qanaqa variantdan aka? Bularimiz o'zgacha необычный variantda chiqqan aka. Xo'p, bularimizni razmeri 2,5 ga 1,5 bo'ladi. 2,5 ga 1,5. Bu katta qo'chqorlarga, kichkina qo'chqorlarga mana unisi mana ko'rsating yaqinroq olib keling-da, mana bu yerdan bo'shaydi aka. Buni daraqqa jildirib qo'yishingiz mumkin yoki kallasi katta bo'lib ketsa, buni daraqqa jildirib qo'yishingiz mumkin. Buni ligirovka qilsa bo'ladi. O'ta yangilik. Mana yerda mana suv ishlari ham taklanadi. Mana maşallah, o'ng'ayli. Taklab qo'ysa joy egallamaydi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, paqillari bonus, vodiy ichida dastavkasi bepul, xudo xolasa yetkazib beramiz. Xudo xolasa mana необычный. Kimga qanaqangi lyuks chorvadan deb kelsa, siz obunachilaringiz keladigan bo'lsa, kelishtirib beramiz aka. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sog' bo'linglar hammalarga, salomat bo'linglar.